O'quvchilaringizni diqqatini darsga jalb qilishga qiynalayotgan bo'lsangiz yoki darsda umuman bolalarni qiziqtira olmayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam ilmim bor, lekin bolalarga yetkazib berishga qiynalayapman deyotgan muammo bo'lsa, unda aynan siz uchun samarali interaktiv metodlar 1.0 kitobimni taqdim etayapman. Men Hidoyatova Dilafruza Abdug'afforovna 26 yillik pedagogik tajribaga ega UNICEF xalqaro tashkilotining xalqaro treneri, aynan bu kitobni shuncha yillik tajribalarim asosida yozganman. Bu kitobda 20 ta interaktiv metod berilgan, 1 daqiqada foydalansa bo'ladigan metodlardan tortib 20 daqiqada 8 varroqlik axborotni 100% barcha o'quvchilarga yetkazsa bo'ladigan metodlargacha bor. Va eng zo'r unikal holati, bu kitobda QR kodlar bor. Bunda aynan metoddan foydalanish bo'yicha videolarni ko'rib olishingiz mumkin. Bu hozir kitob chegirmada, o'zi kitobning narxi 183 ming, lekin hozirda siz bu kitobni 150 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Kitob soni chegaralangan. Buyurtma qilish uchun izohlarda kitob so'zini yozib qoldiring.